Assalomu alaykum grupamiz a'zolari. Bugun mana Toshkentga yuk ketib kelganmiz. Yangiliklar ko'rsatib o'taman. Felicitalar xudo xolasa yo'lga chiqyapti. Matosi o'ta ham go'zal. Nejniy, skromniy degan klientlarimizga bulardan bo'ladi xudo xolasa. Bulardan bo'ladi. Yangi qo'shilayotgan matolarimiz. Bombaxtlar ketyapti xudo xolasa. Yangiliklar. Bo'ylari ham 3 dan oshiq, sifati ham o'ta ham go'zal. Rassetkalari bo'ladi, xudo xolasa. Gullari ham o'ta ham go'zal, nejniy, skromniy narsalar. Shipkalari ham o'ta ham qalin bo'ladi. Hozirlarda yangi gifyollar bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'sh. Koridor, oshxonalar uchun bular ham yangilik, yangi matolar. Bularda bo'ylari 3 dan oshiq bo'ladi. Xo'p. Hozirda yana yangi usulga qo'shilayotganlardan ko'rsatamiz. Bular ham yangilik, xudo xolasa. Sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Yangilik, xudo xolasa shu gullardan inshaalloh sotuvga oldik. Sifati ham o'ta ham go'zal, nejniy narsalar, xudo xolasa. Yuzi ko'rkiga ko'rk qo'shadi va chevara palamli ishlarini ham juda ham ochib beradi. Bu ham yangilik. Xudo xolasa rasvetkalar olindi inshaalloh. Hamma ranglarida bo'ladi. Bulardan ham qo'shganmiz. Yangilik, xudo xolasa. Bu rangini qarang mana. Nima deyapti? Xudo xolasa bizni kuzatishda davom eting. Kunda yangiliklar tashlab turishda davom etamiz.